Assalomu alaykum. Ismim Abdurahmon. Bugundan boshlab koreys tili darsliklari bo'yicha YouTube kanalimizda videolarni joylab boramiz va bu videolarni bemalol bepul tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ya'ni shaxsan o'zim koreys tilini Koreya Respublikasida, ya'ni Janubiy Koreya Respublikasida Kunsan shahridagi Howon universitetida til yo'nalishida, ya'ni o'quv kursi bor. Shunday universitetning qoshidagi Ohagwon deyiladi. O'sha Ohagwonda 1,5 yil vaqt davomida o'rganganman va 1 yilda Topik 4 darajasini olib, keyin esa universitetga topshirib, universitetda endi Chonbuk universitetida Muyok Hakwa, ya'ni tashqi savdo fakulteti va IT bo'yicha o'rganib, shu sohada faoliyat yuritib kelyapman. Endi koreys tili darslarini nima uchun boshladim? Sababi IT kurslarimizda hozir Nurafshon shahridagi offline IT kurslariimizdagi o'quvchilarimiz orasida, ya'ni kelajakda Koreyaga ketmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz juda ko'p bo'lgani uchun va ular iltimos qilganliklari uchun, ya'ni ustoz, biz ham Koreyaga bormoqchimiz, o'zingiz koreys tilidan dars o'ting deyishgani uchun ular uchun ham guruh ochgan edim va mana shu guruhlarimiz uchun demak qo'llanmalarni ba'zida video shaklida joylab borganimdan keyin qarasam, umumiy darsliklar uchun ham mana shunday videolar ishlab borsam hamma uchun foydali bo'lar ekan deb hisobga olib, shunday qarorga kelib, demak video olishni boshladim. Xo'p, endi koreys tili kursiga keladigan bo'lsak, endi bu videoda men qayergacha o'rgataman? Koreys tili harflaridan boshlaymiz va har bir harf qanday yoziladi, qanday o'qiladi, qanday talaffuz qilinadi va qaysi qismi qanday o'qilishliklarini juda ham chuqur o'rgatib boraman. Chunki men koreys tilini O'zbekistondagi ustozlardan emas, O'zbekistondagi qo'shtirnoq ichidagi Topik 3-4 ni olib dars o'tadigan ustozlardan emas, balki haqiqiy koreys pedagoglardan o'rganib kelganman va shuning uchun sizlarga ham to'g'ri usulda o'rgatish yo'llarini bilaman. Xo'p, darslarimizni boshlaymiz. Asosan endi men mayda-chuda keraksiz ma'lumotlarni, vaqtlarni olib o'tirmayman. Asosan eng kerakli bo'ladigan va muhim qismlarini ko'proq chuqurroq tushuntirib boraman. Xo'p, endi koreys tili harflari qanday yoziladi? Kelinglar noldan boshlaymiz. Demak, xo'p, koreys tili harflaridan oldin o'zbek tilini oladigan bo'lsak, masalan, salom so'zi o'zbek tilida salom 5 ta harfdan iborat so'z. 2 bo'g'in, har bitta bo'g'inda demak birinchi bo'g'inimizda 2 ta va ikkinchisida 3 ta harf bor. 2 ta bo'g'inimiz gorizontal yonma-yon joylashyapti, chapdan o'ngga va o'sha har bir bo'g'indagi harflar ham faqatgina chapdan o'ngga yo'nalishida yonma-yon joylashyapti. S, A bir ketma-ket kelyapti, to'g'rimi? Endi koreys tilida esa bitta bo'g'inda harflar qanday kelishligi o'zbek tilidagi qoidalardan sal farq qiladi. Masalan, bitta bo'g'inni olaylik koreys tilida va bu bo'g'inda har xil kelishi mumkin. Harflar joylashishi har xil bo'lishi mumkin. Eng oddiysidan boshlayman. Mayli, o'zbek tiliga mos keladigan o'xshashi bu birinchi harf bilan ikkinchi harfimiz demak yonma-yon keladi. Bitta bo'g'inda harflar yonma-yon kelishi. Bunga misol K, A so'zi. Demak, mana bu harfimiz K harfi, bu esa A harfi. Bular ko'ryapsizlarki, gorizontal chapdan o'ngga yonma-yon joylashdi. Demak, K so'zining yozilishi birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga tortiladi. A harfimizda ham xuddi endi o'zini yozilish qoidasi bo'yicha tepadan pastga birinchi, keyin esa chapdan o'ngga chiziq tortiladi. Demak, K so'zining tarjimasi bormoq fe'lidagi bor degan o'zagi hisoblanadi. Borish ma'nosini bildiradi. Xo'p, keyingi holatimiz, ya'ni bitta bo'g'inda ikkita harfning endi vertikal tagma-tag kelish holatini o'rganamiz. Masalan, bunda ikkita harf keladigan bo'lsa, bu bo'g'inimizda ham birinchi harfimiz tepada, ikkinchi harfimiz esa pastda. Bunga misol S harfi tepada kelyapti va U harfi esa uning pastida kelyapti. Bu nimani bildiradi? Suv degan so'z bu daraxt nomi hisoblanadi Koreyada. Xo'p, bu so'zimizda ko'ryapsizlarki, S harfi tepada va U harfi pastda. Yozilishi bo'yicha S da mana bunday chiziq birinchi tortiladi, keyin esa
bu chiziq tortiladi. U harfda ham chapdan o'ngga birinchi, keyin tepadan pastga tortiladi. Mana shu qoida asosida yozishimiz kerak. Agar teskari yozadigan bo'lsak, boshqacha tartibda yozadigan bo'lsak, karislar buni ko'rib, demak, savodsiz ekan deb tushunadi. Shuning uchun o'sha chiziqlar tortilish tartibini ham aniq qoida bo'yicha olib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi holatimiz bitta bo'g'inda endi 3 ta harf kelishi. Xo'p, birinchi harfimiz albatta bu yoqdan boshlanadi, chap tarafdan, ikkinchi harfimiz yonidan kelishi mumkin va endi uchinchi harfimiz pastdan kelsa. Bu holatimizda endi misol k a ng so'zi. Demak, kang so'zi bu koreys tilida daryo degani. Demak, mana bu birinchi harfimiz k, bu esa a edi, bu esa ng harfi. Xo'p, boyaga qoidani esinglarda bo'lsa, k so'zini yozilishi esinglarda ham mana bunda yozilgandi. Aynan mana shu qoida asosida yozishimiz kerak. Bu esa dumaloq belgimiz ng tovushini bildiradi. Bu endi ko'ryapsizlarki, birinchi harfimiz chapda, ikkinchisi o'ngda kelyapti, to'g'rimi? Uchinchisi esa pastda. Buni yana boshqa usuli bor. U usulini oldin sizlarga bitta juda ham muhim qoidani aytib o'taman. Koreys tilida har bir bo'g'indagi birinchi harf albatta undosh bo'lishi shart. Ikkinchi harfimiz esa unli bo'lishi shart. Uchinchisi esa ham, demak, uchinchisi ham undosh bo'lishi shart. Mana shu qoida hech qachon o'zgarmaydi. Keyingi holatimiz yana o'sha bitta bo'g'inda 3 ta harf kelish holatini o'rganadigan bo'lsak, endi bunda birinchi harfimiz tepada keladi, ikkinchi harfimiz o'rtada va uchinchi harfimiz pachchimda, ya'ni mana bu qismda keladi. Xo'p, boyagi qoida bo'yicha agar orqaga qaytadigan bo'lsak, esinglarda bo'lsa, bitta bo'g'inimizda 3 ta harf kelgandi, to'g'rimi? Mana bu va mana bu. Mana bu qismini koreys tilida pachchim deydi. Pachchim, ya'ni pastida keladigan harflarni shunday aytishadi. Endi boyagi qoidaga qaytadigan bo'lsak, ya'ni birinchi harfimiz tepada, ikkinchisi o'rtada pastda va uchinchisi esa yana pastda. Shunday tartibda ham keladigan so'zlarimiz bor. Bunga misol k, u, k, kuk deb talaffuz qilinadi bu so'zimiz. Bu so'zimizning ma'nosi sho'rva. Birinchisi bu yerda, ikkinchisi bu yerda va uchinchisi mana pachchimda. Demak, har doim bo'g'inning eng pastida joylashgan harfimiz pachchim hisoblanadi. Demak, mana shu usulda ham kelishi mumkin ekan so'zlarimiz. Keyingi holatimizda esa endi bitta bo'g'inda 4 ta harf kelish holatini o'rganamiz. Masalan, bitta harf bu yerda, ikkinchi harfimiz esa yonida, uchinchi harfimiz va to'rtinchi harflarimiz endi pachchimda keladi. Bunga misol t, a, l, buni to'g'ri yozay. L, k. Tak so'zini oladigan bo'lsak, bu so'zimiz demak mana bu birinchi harf t, ikkinchisi a, uchinchisi l, to'rtinchisi k. Tal-k deb yozilgani bilan tak deb o'qiladi. Sababi pachchimda keladigan bir nechta harf, ya'ni ikkita harf yoki bitta harflarimiz qachon qanday o'qilishligi haqida juda ham chuqur qoidalarimiz bor koreys tilida. Mana shu qoidalarimiz haqida keyingi darslarimizda albatta o'rganib boramiz. Lekin hozir shunchaki qanday talaffuz qilinishini aytdim sizlarga. Tak, bu tak degani koreys tilida tovuq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, mana shu kursimiz bo'yicha savolinglar bo'lsa, bemalol kommentlarimizda yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Demak, hozir biz nimani o'rgandik? Koreys tili harflari qanday shaklda tuziladi? Ya'ni bitta bo'g'inda nechta harflar keladi va qanday kelishi haqida o'rgandik. Keyingi darsimizda esa har bir harf ustida alohida ishlashni boshlaymiz.